Nima sababdan hozirgi kunda tovuq fabrikalari qurayotganda aynan tom va devor qismiga sendvich panel ishlatishyapti. Bugun sizlar bilan 90 ming kvadrat объемga ega bo'lgan Sokin savdo broiler tovuq fabrikasi misolida ushbu savolga javob olamiz. Do'stlar, Ulug'nor tumanida joylashgan vodiyda eng yirik tovuq fabrikalaridan bo'lgan Sokin savdo broiler tovuq fabrikasiga tashrif buyurganmiz. Videoni boshida aytib qo'yaman. Videomiz sal uzunroq bo'ladi, lekin albatta juda ham foydali va manfaatli bo'ladi. Sokin savdo fabrikasining bitta qurilish obyekti, qurilish jadal davom etyapti va ushbu obyektimizda 9 ta umumiy miqdorda binolarimiz bor. 5 tasi bitgan va ichida tovuqlari to'la, xudo xolasa, va 6-chi binomiz sendvich panel qotirish jarayonida va 7-8-chi binolarimiz karkasi tayyor, 9-chi binomizda karkasi tayyorlanyapti, xudo xolasa, tayyor bo'lib qoladi bu ham. Xo'p, ushbu ko'rib turgan binolaringning bittasi yer maydoni 1900 kvadrat va umumiy hisobda 3000 kvadrat sendvich panel ishlatilyapti va ma'lumot o'rnida aytib ketaman, shu akalarimiz bitta bokisda 10 kunda mana shu tayyor holatga olib kelib sendvich panellarni qotirishyapti. Endi videoni boshida aytib o'tganim, nima sababdan tovuqxonalar aynan sendvich panelda tanlashyapti? Chunki tovuqxonalarni albatta karcherda qanchadir vaqt davomida tozalab yuvish kerak bo'ladi va sendvich panelni qo'rqmasdan suv bilan tozalab yuvsa bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan vaqt masalasi. Aytib o'tganimizdek, doim ta'kidlaymiz, qurilish jarayonida eng muhim jihatlardan biri bu vaqt masalasi. Vaqt masalasiga yechim qilib ham 10 kunda bunday binoni qurish, bilasizlar, g'ishtdan yoki boshqa materialdan qursa umuman ilojisi yo'q va izolyatsiya qismi ham bunaqangi sifatli chiqmaydi. Sifat masalasiga albatta yechim qilib, Bertus Group kompaniyasining sendvich panellarini tanlashdi. Parametrlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Ushbu binolarimizga 10 sm qanlikdagi 16 plotnisli penoplast materialdan tayyorlangan sendvich panellar ishlab chiqarib beryapmiz va ranglarini oq qilib ishlab chiqarib beryapmiz. Bokslarni ko'rishlaring mumkin va ichki holatini ham ko'rishlaring mumkin. Tomi va devori ichidan boks qilinadi va tomiga yana alohida shepir qismini tunuka qilib yopib ketishyapti. Albatta izolyatsiya maqsadida. Do'stlar, ushbu binolarimiz bitgandan keyin yana bir albatta videolarni joylaymiz va bu bitishi bilan darhol yangi obyektlarga yana 10 ta mana shunday katta bokslardan qurishadi va u bitgandan keyin yana bosqichma-bosqich katta ob'yom bo'lganligi sababli ishlarni davom ettirib kelyapmiz. Kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi va albatta bizga obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Sendvich panel bilan bog'liq barcha yangiliklarni, foydali ma'lumotlarni o'z kanalimizda sizlar uchun ulashib boramiz.